Ruslar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi. Biz o'zbekmiz, ruslarga ko'proq e'tibor berib, nima qilasizlar? Haligi ruslar bilan o'zbek tojiklarga bo'lgan haligi nimasi? Razri xuddi mana shunaqa kafedan chiqib ham bu o'zbeklarniki va tojiklarniki, lekin o'zimizni choyxonalarga o'xshagan kafe. Xullas, bu yerga kirdik. Yongi tarafda vichkasi bor. Vichkasidan zakaz berib, ichkariga kirib o'tirdik. Ya'ni somsa shunga o'xshagan narsa zakaz berdim. Bitta to'g'risi, men shunaqa narsa yegim keldi, zakaz berdim. Kirib o'tirdik. Даже ofisiant qaramayapti, lekin ofisiant tojik bo'ladi. Musulmon bola tojik bola qaramayapti bizga. Oxirima chaqirdim, aka, dedim, zakaz olasizlarmi? Mana qanday zakaz berib qo'ydik. Bo'lmasa choy qo'y aytmoqchi desam, meni olib kelib berdilar. Choy zakaz qildik, bu narsa aytsak yo'q ekan, bo'ldi. Faqat choyni o'zini olib kelavering dedim, jo'natib yubordik. Kutyapmiz, kelmayapti. Narsalar keldi, даже vipchkaga narsalar keldi. Даже u akadan choydan xabar yo'q. Keyin yonimdagi bolaga aytdim, aka choy to'ydik desam, hozir olib kelib beraman aka deb olib kelib berishdi. Choyga ichib bo'ldik. Keyin qarang, shu joyda ruslar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi. Biz o'zbekmiz, biz o'tiribdi, ruslar o'tiribdi. Ruslarning oldidan kelib 2-3 marta aylanib ketyapti-da, tozalab. Lekin biz oldimizga kelganda qaramayapti hamda. Biz to'plab qo'yganmiz, yig'ib qo'yganmiz, lekin biz oldimizga olib ketmayapti-da. Ishda o'ylaydiki, biz faqat ruslar chivib beradi, o'zbeklar chivib bermaydi deb o'ylaydimi, bilmayman nimaga. O'ylayapsizlarmi? O'zi aslida bizga normal muomala qilishgan kerak. Biz klient bo'lib kirdik. Haligi men hurmatimni so'rab olganim yo'q, lekin meni haligi ruslar bilan o'zbek tojiklarga bo'lgan haligi nimasi razni bo'lgani uchun men achchig'im chiqdi shu narsaga. Nimaga? Bitta joydan bo'lib turib, senga endi bitta joy deyiladi. Moskvada, Rossiyada bitta joy deyiladi. Bitta joydan bo'lib turib, shunaqa razni muomala qilasizlar. Ruslarga ko'proq e'tibor berib, nima qilasizlar? Boshqa esengida odamga razni muomala qilasizlar.